Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Yengil vazn toifasida UFC reytingida birinchi o'rinni egallab turgan MMA jangchisi Arman Tsarukyan navbatdagi jangi haqida gapirdi. May oyida men grappling turnirlarida jang qilaman. Mayning o'rtalarida esa UFCdagi keyingi jangim qachon ekani aniq bo'ladi. Albatta men Oliveira bilan revansh jangini xohlayman, chunki u divizionning ikkinchi raqamli sportchisi. Getji bilan jang ham aktual. Bu men uchun yangi nom, faqat xotirjam g'alaba qozonishim va yana chempionlik poygasida bo'lishim kerak. Agar Islam Makhachev iyun oyida jang qilsa, undan keyingisi oktyabr oyida o'tkazadi, dedi Arman Tsarukyan. Qadrli do'stlar, agar Arman Tsarukyan va Islam Makhachev o'rtasidagi jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, aynan ushbu jangda siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Islam Makhachev yoki Arman Tsarukyan? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Isroil Madrimovning promoteri Eddie Hearn boks hozir cho'qqida, MMA esa kambag'al va qashshoq. Promoter Eddie Hearn boksning ommabopligi haqida gapirar ekan, MMA va UFCni orqada qolgan yo'nalish deb atadi. Boks hozirgi paytda cho'qqida, ayniqsa media maydonida, ijtimoiy tarmoqlarda bizning darajamiz MMA yoki UFC bilan solishtirib bo'lmaydi. MMA kambag'al qarindosh, lekin ularning aybi emas. Odamlar biroz charchab qolishgan. Agar siz mendan UFCdagi 6 nafar super yulduzni sanab berishimni so'rasangiz, men bunday qila olmayman. Muammo shundaki, UFC o'z brendini jangchilardan yuqori qo'yishga harakat qilmoqda, dedi Eddie Hearn. Avvalroq Boxing Kingdom portali UFC musobaqalarida pay-per-view pulli translyatsiyalar sotuvlari keskin pasaygani haqida xabar qilgan edi. Qadrli do'stlar, shaxsan men promoter Eddie Hearnning gaplariga qo'shilaman, chunki hozirgi paytga kelib pullik translyatsiyalar savdosi pay-per-view bo'yicha UFC keskin ziyon ko'rmoqda. Oldingi paytlarda UFCda Conor McGregor bor paytlarida pullik translyatsiyalardan yaxshigina daromad kelardi. Agarda meni UFC jangchilari kuzatayotgan bo'lsa, ularga qisqagina fikrim bor do'stlar. Conor McGregor jang qiladigan turnir arenani to'ldiradi. Chiptalar qandaydir daqiqalarda sotilib ketadi. Pullik translyatsiyalardan yaxshigina daromad keladi. Nima siz Conormisiz yoki Conor McGregorga o'xshamoqchimisiz? Conor bo'la olmas ekansiz, ovozingizni o'chiring va jang qilishda davom eting. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang, tez orada ko'rishguncha do'stlar.